Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Toshkent manzillari loyihasi bilan bugun ham xonadoningiz mehmonimiz. Bugungi manzilimiz poytaxtimiz Toshkent shahridan joy olgan Yashnobod tumanidagi mahalla bo'ladi. Jo'rabek mahallasi bugungi kunda o'zgacha ko'rinishda aholiga xizmat ko'rsatyapti. Ular qanday va nimalardan iborat? Albatta bular haqida ko'rsatuv davomida batafsil sizlarga ma'lumot beramiz. Aynan mana shu mahallada obodonlashtirish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilgan. Demak, ko'rsatuv davomida bular bilan birgalikda tanishamiz. Bizni Toshkent telekanalini Toshkent manzillari ko'rsatuvini tomosha qilishda davom eting deymiz. Mahallangiz juda ham fayzli hududda joylashgan ekan. Shunaqa. Va aytishimiz kerakki, bu bir emas, bir necha aholi uchun xizmat ko'rsatayotgan maskan aslida. Necha nafar fuqarolar bu yerda? Hozirgi kunda mahallamizda 13 ming oshib deyarli 14 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. 4,5 mingga yaqin oila, 4200 ga yaqin xonadon bor. Albatta va barcha xonadon vakillari kerak bo'lganda mana shu maskanga kelib sizlarga murojaat qilishadi, turli xil muammolar, kamchiliklarini, to'g'rimi? Aynan mana shu mahalla hududi obod mahalla dasturiga tushgan va ko'pgina ko'zga ko'rinarli va maqtovga arzigulik ishlar ham amalga oshirilgan. To'g'ri. Mana shularni ko'rsatuv davomida albatta biz tomoshabinlar sizlarga taqdim etamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Mamlakatimizda aholi farovonligi uchun ko'pgina ishlar qilinmoqda, to'g'rimi? To'g'ri. Hozir mana mahalla idorasi atrofida ham, umuman olganda ko'p qavatli uylar atrofida ham ko'ryapmizki, mana shunday obodonlashtirish ishlari keng ko'lamda amalga oshirilgan ekan. O'zi qancha hududni tashkil etadi mana shu mahalla? Mahallamiz hududi hozirgi kunda 110 gektarga yaqin maydonni egallaydi. Bunda bizda 31 ta ko'p qavatli uylarimiz bor. 1000 ga yaqin yakka tartibli xonadonlarimiz bor, ya'ni hovlilarimiz bor. Demak, bu yerda aralash, ya'ni o'sha hovli uylar ham va ko'p qavatli uylar ham mujassam etilgan ekan. Hozir mana shu o'tish yo'lini ko'ryapmiz, asfaltlangan, to'liq. Menimcha mana shu joydan o'tib qaytish uchun fuqarolarga juda ham qulaylik bo'lsa kerak. Ikkita uy orasidagi yo'l ekan bu. Shunaqa, bu ikkita 5 va 4 uylarimiz orasidagi yo'l. Bu to'liq mahallamiz ichki yo'llari to'liq qaytadan ta'mirlandi. Hammasi yangi asfalt qoplamalar bilan ta'mirlab chiqildi. Va ko'ryapmizki, yaqin orada albatta ishkomga ham bir imkoniyat yaratilgan holda. Mana ko'ryapmiz, bu menimcha o'sha hattoki o'sha toklar, ya'ni uzum ko'chatlari ham ekilgan ekan. Bu bejiz qilinmagan, to'g'rimi o'zi aslida? Bunga uzum ko'chatlari ekildi. Bunga vodiydan uzumni yaxshi navlari olib kelindi. Buni o'zimizning agronomlarimiz, o'sha tumanimiz agronomlari, tuman hokimiyatini tashabbusi bilan bu yoqqa uzumlar ekildi. Maxsus navlarni shu vodiydan olib keltirilgan bular. 1-2 yillardan so'ng o'z bo'yini yana ham ko'rsatadi, soya salqin bo'ladi bu shunaqa tomonlar. Hozir ko'ryapmiz, haqiqatan ham juda ham mahalla obod ko'rinishda, maqtovga arzigulik. Biz bejiz ko'rsatmayapmiz mana shu maskanni. Sababi haqiqatan ham ko'z bilan ko'rish mumkinki, bu yerda istiqomat qilayotgan har bir fuqaro uchun kattagina imkoniyatlar mavjud ekan. Hattoki mana katta hajmdagi o'yingoh ham bor ekan. Usti yopiq ayvoncha bilan.
Bunaqa o'yingohlarimiz bizda hozir mahalla hududida ko'paydi. Oldin kam edi, bori ham eski ta'mirtalabida. Hozir mana zamonaviy bolalar maydonchasi, workout zonalar, bular mahallamiz hududida ham ko'paydi, ham qulayliklari ham oshdi. Eng quvonarlisi, hattoki shu yerda ham o'zimizni rayhonlar mana chiroyli qilib ekilgan, hidlari ufurib turibdi. O'zbekona odam mazza qiladi rayhon hidiga. Haqiqatan ham. Kuni issiq bo'lishiga qaramasdan, hozir bu yerda soya salqin joylar ham bor ekan. Mana aytayotganimizdek, mana shu kabi usti yopiq ayvonchalar bir vaqtni o'zida ko'pgina fuqarolarni o'z bag'riga ola olar ekan. Albatta, masalan, yosh bolalar maydonchasida o'ynaganda, shu atrofda o'ynab yurganda, ota-onalar bemalol ayvonda o'tirib, kuzatib, o'zaro suhbat qilib madaniy hordiq chiqarishi mumkin. Bolalarni aqliy faoliyatini rivojlantirish uchun ham o'yin bilan birgalikda mana bunday aqliy bir yechmalar ham tashkil etilgan ekan. Albatta. Bu hozirgi kundagi zamonaviy bolalar maydonchasining talablaridan biri. Haqiqatan ham bugungi kunda aynan farzandlarimiz juda ham aqlli, zukko va shu bilan birgalikda qiziquvchan, o'ta qiziquvchan. Ularning talablarini qondirish uchun albatta ko'p mehnat qilish kerak, harakat qilish kerak. Va amfiteatrni ham ko'ryapmiz. Amfiteatr ham bor. Endi bizda aholi soni ko'p bo'lgani uchun ham mahallani o'zini tadbirlari, bayram kunlari endi bu yoqda o'zimizning shu hududimizda kichkina bir konsert tadbirlari uyushtirish imkoniyati bor endi. Bunday tadbirlar uyushtirildimi yoki endi bu debolchasi bo'ladimi? Bu endi boshlandi. Endi bo'ladi. Haqiqatan ham sahna ko'rinishdagi bir hattoki mana shu mahalla fuqarolarini o'zlarining iqtidorlarini shu yerning o'zidayoq namoyish etishga imkoniyatiga ega bo'lar ekanlar. Ko'ryapmiz, o'rindiqlar soni istalsa yana ham ko'paytiriladi, to'g'rimi? Oldi tomoniga yana qo'shimcha o'rindiqlar qo'yish imkoniyatimiz bor. Bu joyni sig'imini kengaytirishimiz mumkin. Mana shu yerning o'zida ko'p narsa tashkil etilgan. Hattoki mana bu yerdan o'ta turib, yonida yana zamonaviy ko'rinishdagi maydonni ko'ryapmiz. Bu universal maydon, adashmasam. Bu maydonimizda haqiqatan ham universal maydon, to'g'ri ta'kidladingiz buni. Bu maydonimizda futbol, voleybol, basketbol o'ynab bemalol o'ynash mumkin. Hattoki o'sha kunning qorong'i qismida ham mahalla bolalari chiqib bu yerda bemalol o'sha sport bilan shug'ullanish imkoniyatiga ega ekanlar. Qadrli tomoshabinlar, biz mana shu yerdagi jarayonlarni bajon dil sizlarga tasvirlar orqali ham havola etamiz. Oddiy opa, mana hozir ko'ryapmizki, mahallangiz haqiqatan ham bir chiroyli ko'rinishda, fayzli bir mahallaga aylanibdi. Avvallari qanday ko'rinishda edi? Bu mahallaga kelganimga 15 yildan oshdi. Oldinlari bunaqa chiroyli bo'lmagan, bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Hozir mana 15 yildan beri yashayotgan bo'lsak, mana 1 yil muddat bu yog'ida shunaqangi katta o'zgarishlar bo'ldi. Har bir domma oldida alohida bolalar maydonchasi, o'ziga yarasha atroflar yashil zonalarga aylangan, fontanlar, kechqurunlarda salqin, fontanlarning yonlarida rayhonlar ekilgan. Rayhonlarni ko'rib biz ham quvondik. O'zimizni o'zbekona mahallalarni bir eslatib yuboradigan, ariqlarda suv oqardi, rayhonlar ufurib turardi, chiroyli bo'lib, to'g'rimi? Shunaqa. Shu kechqurunlarda salqinda bolalarni olib chiqib, o'ynatib, mazza qilib, dam olib, har bir domma oldida o'rindiqlar maxsus o'tiradigan, salqin, shaboda, juda ham chiroyli sharoitlarni qilib bergan avvalambor yurtboshimizga rahmat. Undan keyin shu ishlarni tashkillashtirilgan shahar hokimlari va shunchalik ishlarda hammasida bosh-qosh bo'lgan shu Jerovbek mahallasining raisiga avvalambor rahmat aytamiz. Bizga shunchalik sharoitlar yaratib berdi. Bolalarimiz bundan juda ham xursand, hamma xursand. Albatta, mana shu jarayonlarda istaymizmi yo'qmi, mahalla ahli o'rtasida ham turli bir kelishmovchiliklar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Nima kerak bor mana shu hamma joyini changitib, vaqti kelganda, to'g'rimi? Lekin mana natijani ko'ryapmiz, juda ham obod, chiroyli ko'rinishdagi jarayonlar.
biroz sabr toqatlik talab etiladi shunday paytlarda. Shu ozgina sabr qildik. Haqiqatdan mana yo'llarimiz asfaltlar bo'ldi. Bungacha ana qor yomg'ir kunlarida loy bo'ldi, chang bo'ldi, turpoq bo'ldi. Hammasiga chidadik, boshqa qildik. Mana chiroyli hayotga yetib keldik. Albatta. Shu o'rinda qadrli tomoshabinlar, biz bajonidil mana shu hududga oid bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni tasvirlar orqali ham havola etamiz. Sababi aynan suhbatdoshimiz aytayotgan jarayonlar chindan ham go'zal va chiroyli ko'rinishda mahalla ahli uchun o'zini beminnat xizmatini ko'rsatyapti. Shu 12-korpusda 16 yildan beri yashayman. Mahallamizga kelsak, mahallamizda bo'lgan obodonlash ishlaridan hamma xursand. Avvalambor bu ishlar ustida turgan hokimimizga, mahalla raisimizga, mahallamiz faollariga avvalambor rahmat aytamiz. Oldinlari bu domlarimizni oldilarida maydonchalar kam edi, yetishmasdi bolalarga. Hozir har bitta domni orasiga alohida maydonchalar qilindi, bolalar o'ynaydigan, yashil hududlar qilindi. Obodonlash ishlari juda yaxshi hozir. Bundan xalq mamnun. Hammaga minnatdorchilik bilan bildiramiz bu mehnatlar ortida turgan insonlarga. Yulduz opa, hozir mana ko'ryapmizki, mana shu harakatlanayotgan har bir hududimizda albatta chiroyli bir manzaralar ko'zga tashlanyapti. Siz ham shu yerda istiqomat qilar ekansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Avvallari qanday ko'rinishda edi va hozir qanday ko'rinishlar bilan maqtana olasizlar? Avvalgi ko'rinishdan juda ham tubdan o'zgarib ketgan. Farzandlarimizga mana oromgohga o'xshagan o'yinchoqlar, har xil nima deydi, atributlar qurilgan. Bundan farzandlarimiz rosa xursand. Atrof muhitimiz ham gullar, mana rayhonlar o'sib chiroyli bo'lib turibdi. Daraxtlarimiz ham o'zgacha nima deydi, chiroy bag'ishlab turibdi. Mahallamizga har kuni kechki payt chiqib bahri dilimiz ochiladi. Albatta biror bir yumush bilan ko'chaga chiqib, ana undan so'ng yana qaytib mahallaga kirsa, qadrdon mahallasini ko'rib inson xursand bo'ladi, quvonadi, to'g'rimi? Albatta. Hozir 2 karra oshgandir bunday hissiyot sizlarda. Albatta, juda ham xursandchiligimiz cheksiz. Va endi mana shunday yaratilgan sharoitlarni oqlash kerak, uni obodligi yo'lida hissa qo'shish kerak, to'g'rimi? Hamma o'zi yashab turgan hududni atrofini tozalab, qarab, saramjonlab tursa, menimcha bunday sharoitlar uzoq yilga yetsa kerak. Maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta, mana shu sharoitlarni saqlashga harakat qilamiz. Tozalikka, obodonlashtirishga o'z hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Hozir mana ko'ryapmiz, haqiqatan ham har bir uy oldida bolalar uchun o'yin maydonchalarining tashkil etilganligi. Undan tashqari ko'ryapmizki, yashillikka ham alohida e'tibor qaratilgan, chimlar yotqizilgan va albatta gullar ekilgan. Bularni yashilligini ta'minlab turish uchun sug'orish tizimiga ham alohida e'tibor qaratilganmi? Gullar, daraxt, ko'chatlar, mana bu yotqizilgan chimlar, gazonlar, bular hammasini sug'orish uchun qaytadan ko'p qavatli uylarimiz oldida sug'orish tizimlari yangitdan qilindi. Avval bu sug'orish tizimlari yo'q edi. Endi obod mahalla dasturiga kiritilgandan keyin
100% hammasi qaytadan yangidan qilindi. Albatta bu ko'zni quvontiryapti va shu bilan bir qatorda yana bir savol tug'iladiki, hozir biz ko'rdikki, har bir uy oldida avvalgidek mana ariqlar ham bir qaytadan ta'mirlanganligini, menimcha yaqin orada ariqlarga suvni keltirish yo'llari ham izlanayotgan bo'lsa kerak. Ariqlarga suv keltirish imkoni bor bizda. Chunki mahallamizni o tomonida bizda kichik bir qora suv kanali oqib o'tadi. Ana o'sha suvdan bu tomonlarga boshqarish imkoniyatimiz bor. Va har bir uyni chiqish yo'lagi atrofida biz ko'ryapmizki, bittadan o'rindiq albatta va chiqindi tashlash uchun urnalar ham o'rnatilgan. Avvallari ko'chaga urnani o'rnatishni aholini o'zi hamma uydagi chiqindilarni mana shu urnalarga tashlab ketadi deyishardi. Hozir esa unday kuzatilmayaptimi? Bizda mahallamiz hududida o'zi maxsus chiqindi xonalarimiz bor. Hattoki o'sha chiqindi xonalarimiz ham qaytadan ta'mirdan chiqdi. Yangilandi. Aholimiz o'zi shu narsaga ko'nikib, o'zini chiqindisini avvalgidek podyezdlarga tashlab ketish, yo'laklar oldiga tashlab ketish holatlari kuzatilmayapti. Hamma shu maxsus chiqindi xonaga olib borib, uy yo'laklarimiz oldida toza turibdi. Demak, o'sha aholi ham bunday obodlikni ko'rib, bunday go'zallikni ko'rib, tozalikka o'z hissasini qo'shishga harakat qilayotgan ekan. Albatta, chunki bu o'zi asosan o'sha bizda yashovchi aholini iltimoslariga, murojaatlariga ko'ra obod mahalla dasturiga kiritildi. Shu obod mahalla dasturi asosida mahallamiz hududi qaytadan ta'mirlandi. Endi minnatdorlik evaziga o'sha aholimiz qilingan ishlarga yarasha o'z munosabatini bildirib, shunga yarasha toza, ozoda saqlashga harakat qiladi. Va ko'ryapmizki, o'sha obodonlashtirish davrida hattoki mana shunday baland-baland daraxtlar ham o'z holicha saqlab qolingan. Bu daraxtlarga keladigan bo'lsak, bu daraxtlar oldin mana bu hozir biz yurgan yo'l torroq edi. Hozir daraxtga iloji boricha yaqin olib borildi. Yo'limiz ham kengaydi, daraxtlar ham qoldirildi. Demak, o'tish yo'li bir muncha torroq bo'lgan-da. Albatta. Bitta mashina kelsa, ikkinchisi kutib turardi. Hozir bu yo'limiz ham kengaydi. Mana bu oldimizda keng maydon hosil bo'ldi. Bu yo'llarimiz ham o'zi torroq edi. Mahallamizda ko'pgina yo'llarimiz kengaytirilib, qaytadan ta'mirlandi. Yuqorida aytdilarki, aynan mahalla hududi juda ham katta ekan. Albatta bu hududda keng ko'lamli ishlar menimcha anchagina vaqt davomida amalga oshirilgan. Qancha vaqt davomida mana shunday chiroyli natijaga keldilar? Bu ishlar hammasini amalga oshirish uchun deyarli 5 oycha vaqt ketdi. Chunki mahalla hududimiz katta, qilingan ishlar juda ko'p. Endi bularni asosan biza eng qilingan katta ish bu 14 ta ko'p qavatli uylarimiz tomi qaytadan 100% ta'mirlandi. Yangi zamonaviy usulda qaytadan remont qilindi. Buni o'zi juda ko'p vaqt va resurs talab qiladi. Shulardan kelib chiqadigan bo'lsak, 5 oy ichida qilindi bu ishlar hammasi. Shohrux, albatta mana bugungi bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur deymiz. Mahallangiz haqiqatan ham obod va juda ham chiroyli ko'rinishda ekan. Mahalla ahli ham bir-biriga juda ham iliq munosabatda ekan. Buni ko'rib guvoh bo'ldik.
hattoki xayrlashish jarayonida biz mana shu mahalla hududini tark etayotganimizda oq yo'l deb ham yozib qo'yilgan ekan. Albatta, hali qilinadigan ishlarimiz oldinda ko'p. Bu hali boshlanishi, bunaqa qilinadigan obodon ishlarimiz boshlanishi. Kelgusi rejalarimiz yana amalga oshgandan keyin yana mehmonga taklif qilamiz. Albatta. Taklif qilamiz. Rahmat deymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Salomat. Qadrli tomoshabinlar, biz esa albatta o'z manzilimizda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang deymiz.